dori apparatni boshqa do'konlardan 700 ming, 800 mingga emas, agroservis do'konidan bepulga, bir so'm pulsiz olib ketish imkoniyati endi sizda bor. Shartlari juda ham oddiy. Ko'rib turgan dori apparatlarining Belarus firmasiga tegishli Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 litrli dori apparat hisoblanadi. Mana shu dori apparatni endilikda agroservis do'konlaridan tekinga olishinglar mumkin. Sharti juda ham oddiy. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, shartlarini aytib o'tib ketamiz. Undan oldin agroservis do'konlariga yangi partiyada kirib kelgan benzinli 17 ot kuchli motoblogimizni sizlarga tanishtirib, qisqacha ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Bu motoblogimiz benzinli motobloglarning ichida eng katta motor qo'yib ishlangan bo'ladi. Ya'ni 192F motor qo'yib ishlangan motoblogimiz. Bu motoblogimiz eng katta motobloglardan biri bo'lib, yoqilg'i turlari benzinli variantidan bo'ladi. Benzin boklari ham katta 5 litrli benzin boklaridan qo'yilgan. Aytib o'tganim, motorlari 192F motor qo'yib ishlangan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarimta tortga zavodit olib, juda ham sifatli ishlab beradi. Oldi tomonlarda juda ham chiroyli qilib ishlangan, tunda ishlash imkoniyatini beradigan LED faralarigacha mavjud. Motoblogimizni yoqilg'i to'ri benzin bo'lgani sababli benzin rasxodlari kam bo'lishligi uchun yaponskiy karburatorlardan qo'yib, ekonomik variantidan qildirib kelingan. Motoblogimizda reduktor qismiga keladigan bo'lsak, eng katta 750 litalik katta reduktordan qo'yib ishlangan bo'ladi. 750 litalik qo'yib ishlanganning sababi orqasida qishloq xo'jaligi vomlariga karcher sistema, dori apparat, shunga o'xshash bu tomonda turgan jatka apparatlarni ular bemalol beda poyalarini o'rib ishlatishlari ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun reduktorlari katta qilib ishlangan va rollarini ham uzun variantidan qo'yilgan bo'ladi. Rollarni bemalol aylantirib, tepaga pastga ham qilib ishlatishlari mumkin bo'ladi. Rollarini uzun qilib ishlanishining sababi, roli bu tomonga o'tganda sizga haydash imkoniyatini yana ham osonroq qilib beradi. Xo'p, arqa tomonlariga qo'yib qo'ygan chizellarimizni olib bemalol 60, 70, 80, 90 bo'lgan agatlaringizni ham bemalol kultivatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu chizellarimizni bemalol ichkariga, tashqariga qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Yon tomonidan bo'ylarini ham regulovka qilish imkoniyati bor. Bu chizellarimiz Braus firmasiga tegishli bo'ladi. Xo'p, motoblogimizni skorslari oldiga 2 tadan va orqaga 1 tadan skorslarigacha mavjud. Motoblogimiz o'zini komplektida 5 qatordan 10 qator original qalin frezalarigacha qo'shib beriladi. Motoblogimizga biz o'zimiz tomonidan 1 yilgacha garantiyalarni bosib beramiz. Zavodskoy o'zini garantiyalari 1 yilgacha bo'ladi. Bizning do'konimiz o'zidan 1 yil garantiya beriladi. Xo'p, motoblogimiz faqat shu motoblog emas, xohlaganlar uchun 360 gradusgacha buriladigan satelitli, xohlaganlar uchun 15 ot kuchli, 15 ot kuchli salarkali, 15 ot kuchli benzinli ballonlari pachirnili variantidan bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana shunday komplekt holatida jatka apparatlari ulab qo'yilgan 15 ot kuchli motobloglarimiz ham mavjud. Xohlaganlar uchun 9 ot kuchli variantlari bor. Xohlaganlar uchun 7 ot kuchli motobloglarga ham o'tiradiganlarni tayinlab, yasattirib, olib chiqtirib qo'yganmiz. Xohlaganlar xuddi shunday jatkani o'zini ham xarid qilib olishingiz mumkin. Xohlasanglar motoblog bilan komplekt holatida ham xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrani pastda nomer yozib qo'yapmiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Bizning do'konimizda mana shunday 3 ot kuchidan boshlab 17-20 ot kuchgacha motobloglarimiz mavjud. Xohlaganlar uchun mana shunday 7 ot kuchli jatka apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Kimga qanaqa texnika qiziq bo'layotgan bo'lsa, ekranni pastda nomerlar yozib qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi akalar. Videoni boshida aytib o'tganimdek, dori apparatlar, kurshnabur, shurpavur, drill, balyarka, shunga o'xshash 100 xil sovg'ani birini qanday qilib tekinga olish shartini aytib o'taman dedim. Videoga like bosib, bizning do'konimizga kelib,
aytib o'tganimdek 3 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan istalgan turdagi motoblokni xarid qilib olganingiz uchun do'konimiz ichki tomonida barabanlarimiz joylashgan. Ana shu barabanda motoblok olganingiz uchun bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Barabanda aylantirasiz, siz nimaiki tushadigan bo'lsa, sizga mutlaqo tekinga motoblogingizga qo'shib beriladi. Videoga like bosib qo'ying, videoni do'stlarga ham ulashib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.